So'nggi kunlarda Osiyoda aniqlangan yangi o'ta xavfli virus xalqaro hamjamiyatda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Gap zoonotik nipah virusi haqida bormoqda. Mutaxassislar bu infeksiyani COVID-19 bilan taqqoslamoqda, biroq ular o'rtasida muhim farqlar mavjud. Nipah virusi hayvonlardan odamlarga yuqadigan zoonotik infeksiya. U dastlab Hindistonda aniqlangan bo'lib, hozircha unga qarshi vaksina ham, aniq davolash usuli ham mavjud emas. Shifokorlarning aytishicha, virus dastlab alomatsiz kechishi mumkin, ammo keyinchalik o'ta og'ir asorat, ensefalit, ya'ni miya yallig'lanishiga olib keladi. Bu bosqichda o'lim xavfi juda yuqori. Hindiston tibbiyot xodimlari virusning dastlabki holatlarini Kalkutta shahri yaqinida qayd etishgan. Hozircha tasdiqlangan holatlar soni ko'p emas, biroq mutaxassislar ehtiyot choralarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlashmoqda. Nipah virusi ifloslangan meva va sabzavotlar orqali, hayvonlar bilan aloqa hamda odamdan odamga bevosita kontakt orqali yuqishi mumkin. Virusning yashirin davri 45 kungacha davom etishi mumkin. Bu esa infeksiyaning aniqlanmasdan boshqa davlatlarga tarqalish xavfini oshiradi. Ekspertlar aynan shu jihat uzoq inkubatsiya davrini vaqt bombasi deb atashmoqda. Chunki kasallangan odam alomatlar sezilmasdan turib, virusni boshqa mamlakatlarga olib chiqishi mumkin. Bir qator davlatlar allaqachon chegara nazoratini kuchaytirdi, sanitariya tekshiruvlarini kengaytirdi. Nipah virusini xavfli infeksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Rossiya hukumati ham befarq emas. Mehnat migrantlari tekshiriladigan yuqumli kasalliklar ro'yxatini kengaytirish taklifi qo'llab-quvvatlandi. Ushbu ro'yxatga nipah virusi ham kiritildi. Bunga sabab Rossiyada ishlayotgan va yashayotgan hindistonliklar sonining ko'payib borayotgani. Mutaxassislar virusning sovuq iqlim sharoitida ham aniqlanmasdan tarqalishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Eng xavotirli jihat, hozircha nipah virusiga qarshi na vaksina, na samarali dori mavjud. Shuning uchun asosiy e'tibor erta aniqlash, izolyatsiya va oldini olish choralariga qaratilmoqda. Nipah virusi hozircha global pandemiyaga aylanganicha yo'q, ammo mutaxassislar ogohlantiradi. Agar nazorat sustlashsa, bu infeksiya jiddiy xalqaro muammoga aylanishi mumkin. Shu sababli vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda va har bir davlat o'z xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Agar siz global xavfsizlik, sog'liqni saqlash va dunyodagi yashirin xavflar haqida xolis va sokin tahlillarni bilib borishni istasangiz, Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Biz muhim mavzularni shov-shuvsiz faktlarga tayangan holda tahlil qilamiz.